Chattanooga Red Wolves play their first match of the new year on Assalomu alaykum aziz Havas futbol ligasi ishtirokchilari, muxlislari, kuzatuvchilar. Bugungi podkastimiz yana efirda. Bugungi podkastimiz Havas futbol mediasiga bag'ishlanadi. Mediada qilingan ishlar, hozirgi paytda ketayotgan ishlar va oldinda bizni nimalar kutmoqda mediada. Shu haqida suhbatlashamiz. Bu uchun bugun studiyamizga o'zgacha mehmon taklif qilganmiz. Arslon Kurashev bizning Havas futbol ligasida media ishlari bilan faoliyat olib boradilar. Arslon, xush kelibsiz. Bugun sizni studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. O'zi ko'p ko'rishib turamiz. Asosan shu dam olish kunlari, shanba, yakshanba kunlari. Qanaqa ishlar? Yaxshi ketyaptimi Havas ligasida? Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. Havas futbol ligasi kuzatuvchilariga, ishtirokchilariga taklif qilganingiz uchun rahmat. Endi mana mediaga kirib kelishingiz, masalan, undan oldin o'sha 2024-yil boshlarida faoliyat Instagram tarmog'ida boshlagan bo'lsangiz, undan keyingi faoliyatingiz haqida birozdan keyin to'xtalib o'tamiz. Hozircha endi sizga savolim shunaqa bo'ldiki, qanaqa kirib keldingiz masalan? Qanaqa hozirgi ahvol Havas futbol mediasida? O'zi Havas futbol ligasiga o'sha birinchi mavsumning oxirlarida keldim. O'sha Atalanta bilan Texnopark finalga chiqdi. Havas Silver kubogi. Havas Silver Liga kubogida finaliga video olish kerak bo'lganda o'shanda chaqiruvdingiz. O'shanda keldim. Hozirgi bilan o'sha paytdagi Havas futbol ligasini o'zchasiga aytganda ssenasini solishtiradigan bo'lsangiz, yer bilan osmonchalik farq bor. Ancha rivojlangan, ancha deganda juda zo'r rivojlangan, to'g'risi. 8x8 formatda, 11x11 formatda media ligalar orasida hamcha birinchi o'rinda bo'lsa kerak hozir. Liga jamoa emas, media liga orasida birinchi o'rinda hozir Havas. Toshkentdagi ligalar o'rtasida demoqchisizda. 8x8, keng qamrovli ishlar olib boriladi media, Havas mediasida. Shundan kelib chiqib shunaqa demoqchilar. Yana noto'g'ri tushunib qolmanglar. Arslon aslida bizada o'sha ish faoliyati olib borishlariga qaramasdan hozir erkin o'sha xolis fikr bildirishga kelganlar. Shunaqa. Shuning uchun ham bunaqa anaqa qilmaysizlar. Shug'ullashyapti, maqtavolyaptilar deb o'ylamaydi. Xolis fikrim, chunki boshqa ligalarni ham kuzatdim. Endi boshqa ligalar ko'proq 5x5 bo'ladi, 6x6 shunaqa juda mini. Bizda 8x8, 11x11 mana kartochkalar ochilishi 11x11da zo'r rostdan, chunki O'zbekistonga o'zi bu narsani birinchilardan bu media 11x11da Havas futbol ligasi olib kirdi shekilli. Bunaqa karta ochishlar, boshqa hammasini, chunki birinchi bo'lib o'sha Italiyada bo'lgan edi, Kings of Ligada birinchi bo'lib o'sha Gerard Pique shunaqa taklif qilishgan O'zbekistondan jamoani. O'sha yerda andaza olingan mana bir o'sha jahon chempionatida O'zbekiston jamoasi ham qatnashgan, o'sha ko'pchilik taniydi. Siz ham muxlislardan bittasi hisoblanasiz. Unwanted Boys jamoasi o'sha 11x11 jahon chempionatida qatnashganda, o'shandan azizlik xonlanib baribir Havas ligasi aysur anaqalarini, detallarini ishlatgan. Hozirgacha ishlatyapti. Shunaqa. Unda o'zimizda Havas futbol ligasi futbolchilari ham qatnashgan. Temur Volkov bor, Radion Yangirov, Java bor. Havas futbol ligasi nomidan chiqmagan bo'lsa ham zalub o'ynaydi u. Misol uchun faxrlansak bo'ladi. O'sha borib shuncha katta jahon arenalarida o'ynab bo'ldi. Shunaqa Havas futbol ligasi ancha kuchaygan. Shu o'tgan mavsumda xuddi yurishni o'rganayotgan bolaga o'xshaydi. Yurishni o'rgandi. Bu sezondan boshlab xudo xolasa yugurib ketadi degan umiddamiz. Ancha kamchiliklar haqida nima deysiz? Masalan, hozir ligada kamchiliklar mediada o'sha kommentariyalarda o'qib turamiz, o'zaro futbol uchrashuvlaridan oldin kelib
shu jamoa futbolchilari qanaqadir e'tirozli bildirishadi. Masalan, sizga qanaqa? Masalan, men bilaman. Men kim qanaqa gapirishini bilaman. Kelib gaplashishganda o'sha imminni shu media sohasiga taalluqli savollar berishsa, o'zimni javoblarim bo'ladi har doim. Sizga qanaqa munosabatda bo'lishyapti hozir ligada shu futbolchilar? Baribir tanishadi sizni. Sharhda asosan Arslon bo'ladilar futbolda. Boshida o'zim sharhlardim, keyin Arslon qarasam mendan ham yaxshi sharhlayotganlar uchun ularga topshirganmiz hozir. Qanaqa munosabat sizga futbolchilar? Shunaqa, misol uchun yuzma-yuz ko'rishganda yaxshi bo'ladi munosabat. Endi Instagram yuritaman, Instagramda misol uchun kommentariy yozishadi, tashqari direktga ham yozishadi kamchiliklarni. O'sha kamchiliklarni o'zim обязательно shu kommentariyaga kirib bittalab o'qib chiqaman, qanaqa kamchiligimiz bor, qanaqa nima bor. Direktga qarayman. Eng ko'p bila oladiganim kamchiliklarni istoriya qo'yaman. Instagramga istoriya qo'yganimda, misol uchun 10-tur tugadi. Misol qilyapman. 10-tur haqida fikrlaringizni shunaqa vapros qo'yaman. Vaprosni yozishadi, hakamlar borasida yozishadi, media borasida yozishadi. Mediada videoni sifati haqida yozishadi. Media o'sha videoni sifati va undan tashqari orada ko'p pauza bo'ladi. O'zim ham tan olaman, hatto bizdan o'tadi o'sha Sharh davomidami? Sharh davomida yo'q. Misol uchun futbol ketadi, o'sha pauza bo'lganda hozir oxirgi paytlarda reklama qo'yapmiz. Degan bo'lsangiz, o'sha Kelmen reklamasini o'sha reklama qo'yamiz va undan tashqari ham endi texnika narsa deb ko'proq o'sha shartni ham aytib o'taman, uzr so'rayman. Texnika narsa bar odam emas, unga bir nimadir, normal ishlarni tushuntirib bo'lmaydi unga. Tashlab yuborsa biz hech nima qila olmaymiz. Iloji boricha tezroq sozlashga harakat qilamiz. Texnik shu uzilishlar bo'lib turadi orada. Komandalar shuni to'g'ri tushunib nima qilsa yaxshi bo'lardi. Endi o'sha haqida ko'proq yozadi. Kamchilik o'sha. Demak, hozir ham jarayonda ketyapti. Masalan, media o'sha stabil ketmayapti. Baribir hali ham o'sha test rejimlari qanaqadir razraботkalar ustida ishlayapti baribir. Shunaqa to'g'rilasa bo'ladigan narsa, u faqat ozgina vaqt oladi, albatta. Endi 3 yil bo'lgan ochilganimizda havas bo'ldi. Shunaqa jabr 10 yil, 15 yil katta futbol liga emas. Agar Xudo xohlasa bu davom etsa 15-20 yillar katta optni liga bo'lib ketganimizdan keyin u narsadan umuman xohlasa muammo bo'lmaydi. O'zi umuman yaqin orada bu narsadan muammo bo'lmay to'g'rilashlarni olib boramiz. Xudo xohlasa. Rahmat Arslon. Yana shu savolga javobingizga qo'shimcha aytib ketmoqchiman. Mediada havas ligasi mediasida haqiqatdan o'sha o'zgarishlar qilindi, o'sha jonli efir yo'lga qo'yildi. Mayli endi Instagramda qanaqadir sal oqsashlar bo'lsa ham, Telegram kanallari, turli materiallar bir xil vaziyatlarda masalan gollar chiqarilmay qoladi yoki qanaqadir o'yinlardan chiroyli lavhalar to'g'risida videolar chiqarilmay qoladi. Lekin bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak, hammasi rejamizda bor. O'zi mana mediada shunaqa, media sohasi shunaqa sohaki, xuddi jamoa ishlaydi-da. Masalan, bir kishi, 2 kishi yoki 3 kishi ko'p ishlarni masalan qila olmasligi mumkin. Jamoa bo'lib qilinsa, u ish albatta sekin-sekin o'zini anaqasini samarasini beradi. Hozir mana Arslon o'sha jamoamiz a'zosi, masalan, bulardan tashqari yana bir nechta shu kamera orqasida ishlaydigan bolalar bor. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi mediamiz. Bu yil o'zida o'sha mavsum oxirigacha ancha-muncha yengilliklar qilinadi. Bu uchun endi Arslon shunaqa yengilliklar qilish uchun masalan sizda orada ozgina uzilish bo'ldi. Bu mavsum boshida ozgina ana qila olmadingiz. Bizlar bilan birga ishlay olmay qoldingiz-da, endi turli sabablarga ko'ra. Hozir mana ortga qaytardik bir amallab zo'rg'a. Yaxshi bo'ldi kelganingiz. Rejalar qanaqa hozir? Masalan, men o'zimda bilasiz qanaqa rejalar bor. Masalan, siz rejalaringizni men to'g'risi hali bilmayman, gaplashmadik. Bunda tez bo'lib ketdi hammasi. Bir yoqda media futbol 11 boshlanib ketdi. Orada reklamalar olishga to'g'ri kelib ketdi. Men keyin yana qilolmadim, vaqt ajratolmadim. Mana hozir vaqti kakrasman. Rejalar qanaqa? Oldinda mediaga qanaqa qo'shimchalar qilasiz? O'zi
Havas futbol ligasiga o'zi birinchi kelganimda ham o'sha ko'rgan edim. O'zi futbol yaxshi ko'raman, ayniqsa mediasini ko'rdim. Misol uchun o'sha professional jamoalarni o'sha Premier Ligami, La Ligami ko'raman. Wow, mediasini zo'r qiladi. Nahotki biz qila olmaymiz dedimki, yonimdan havas futbol chiqib qoldi. Uni o'shanda qilsam bo'lar ekan. Ko'p o'zi birinchi kelganimda ham juda ko'p planlar qildim. Misol uchun o'zim nima deydi, mutaxassisligim aktyor bo'lgani uchun Alisher Uzoqov degan aktyor bor, o'shanga o'zim kumirim bo'ladi. U ham aktyorlik qiladi, ham hamma taraflama sharhlovchi, futbolda sharhlovchi ham. O'sha taraflama ham juda ham yoqqan, to'xta deyman. Nima kamim bor o'sha odamdan? Alisher Uzoqov sharhi yoqadimi sizga? Albatta, zo'r sharhlaydi. Yaxshi. Nima deydi? Ovozlari nima chiroyli qilasiz. Yaxshi sharhlaydi. O'shaga havas qilgan holda Havas futbol ligasiga o'sha har taraflama yangiliklar olib kirishga harakat qildim, sharhladim. O'zi sharhlasam, o'zi yo'nalishim o'xshab ketadi, gaplarim boshqa. Yangiliklar kiritishga harakat qilaman. Misol uchun har doim har shanba yakshanba kelganimda ham to'xtaman, nimaga komandalar o'sha sharhlayman, boshqa qilaman. Bir misol uchun mevachini sharhlasam, mevachida nima? Ilyos akani taniyman. Medgaladagi o'yinchilari. Medgaladagi o'yinchilari Ilyos aka bitta u Jasir aka bor-ku, komanda kapitani. Bor. Yo'q, o'sha kishi aytgan edi, nima faqat uni taniysan, nimaga ma'lumot berish kerak odam azgan. Yo bir sergiliga keladigan bo'lsak, Saidov degan Mevachi jamoasida ayb yo'q. Yo'q, Mevachi jamoasi ayb demayapman. Prosta ular kelib gapiradi, o'sha pretenziya qiladi. Nimaga faqat uni taniysan, boshqalarni gapirmaysan? U sharh sifatini yaxshilash, o'tgan mavsumda ham aytdim, bu mavsumda ham aytaman. Sharh sifatini yaxshilash uchun ma'lumot bersa yaxshi bo'lardi. Mebax jamoasi ko'p ma'lumot beradi. Qanaqa olasiz ma'lumotlarni? Suhbatlashasizmi? O'yindan oldin obязательно pastga tushaman, biz Lesan tepasida. Pastga tushaman, komanda o'sha o'yin boshlanishidan oldin, masalan, Mebax, Mevachi o'ynasa agar boraman, komanda kapitani bo'ladi. Aka, shunaqa ma'lumot o'sha. Futbolistlar haqida ma'lumot emas, o'sha hatto nechinchi raqamda o'ynashi, ism familiyasini tashlab bering. Primerni topib olaman uni, qayerda, kim nima o'ynaydi. Misol uchun Belkich Ruslan, Belkich Ruslan, Mebax jamoasida u kishi haqida ma'lumotlar bilaman. Media komandalar orasida yaxshigina obro'si bor, yaxshigina zvezda desa bo'ladi u kishini. Shunaqalarni tanib bitta futbolchiga urg'u berishga harakat qilmayman, to'g'risi butun komandaga nima qilishga harakat qilaman. Endi tanaganim bitta shu bo'lgani uchun odamlar shundan pretenziya qiladi-da. Keyin yangiliklar keladigan bo'lsak, yangiliklar xudo xolasa ko'p. Har bir jamoani o'sha alohida Instagramini, hozir Karavan jamoasi juda aktiv, Atlas jamoasi juda aktiv Instagramda. Alohida o'sha pastda o'zi mobilograf yollagan o'sha pastda turib vaziyatlarni syomka qilib turadi, tashlab beradi. Instagramimizga qo'yib boramiz. Bundan tashqari o'sha har bir jamoadan vakil chaqirib har hafta o'sha shanba yakshanbagacha bo'ladimi o'sha futbol shanba yakshanba tur o'yinlariga qadar challenge, penalti challenge yoki darvoza to'sig'iga challenge. Rejangizda shu bor hozir. Har hafta challenge qilib, har bir jamoa o'zida o'sha yosh futbolchi bo'ladimi, qanaqa yuzini tanitish yoki ustida ishlash bo'yicha bittadan bola berib, xudo xolasa har bir jamoaga e'tibor qaratamiz. U outsider komanda bo'ladimi yoki bir Superliganing zo'r komandasi bilan farq yo'q. Bitta chaqirib challenge, yaqin oradagi maqsad shunaqa. Yana nima? Masalan, qo'shimcha sifatida 11 media ligamiz ham agar kubok hozir o'yinlari bo'lyapti, yakuniga yetsa, u yerda ham masalan chempionat boshlanishi mumkin. O'tga masalan qanaqadir rejalaringiz bormi hozir? O'ylab qo'ygan 11 da. Nima qilsak bo'ladi? Masalan, u taklif bersangiz ham bo'ladi, masalan, uni ko'rib chiqishingiz mumkin, maslahat berishingiz mumkin. Muxlislarga endi qisqacha bitta anons qilib aytib qo'yamiz-da. 11 da o'zi hamma tarafi zo'r. Rostdan 8 ga qaraganda ham 11 da havas bo'lgan zo'r. Vario 11 da bilasizmi? 11 da Vario. Chunki ikkita qanotda hakam 3 ta sudya o'yin boshqargani uchun ularni olib tashlashgan. Hakamlarga ishonishadi. Hakamlar o'ta asosiy figura hisoblanadi.
var ham hakam ham hakam, xullas hamma narsa hal qilinadigan hakam. Yo'q, o'zi tajribali hakamlar ham bo'ladi bizda. Yo, tajribali hakamlar bo'ladi, lekin bir xil jamoalarga var kerak bo'lib qoldi-da, men kuzatdim-da. 11-11da baribir var kerak bo'ldi. Hakam qaysi ma'noda ma'ni fikrim, endi bu joylarda xatoga yo'l qo'ydi. Endi shu endi bu bitta anaqa bu meni fikrim. Siz o'zingiz mana o'ylab qo'ygan qanaqadir yoki hozir masalan yo'q bo'lsa, rejangiz masalan nima qilsa bo'ladi masalan 11-11 chempionat boshlanib qolsa, qanaqadir yengillik sifatida media bu media futbol deymiz. O'sha kartalar bor, yana boshqa qanaqadir bor masalan. Vaqti ham yarim soat masalan 45 minut emas. Havaskor bo'lgan uchun yarim soat. Xuddi 8. Bunga yangilik qiladigan bo'lsak, menimcha ko'proq o'sha bir shaxsga ko'proq urg'u berib qilsak, yangilik o'sha misol uchun o'sha o'yinni yaxshi bo'lsa bo'ladimi, yaxshi harakat qilgan birinchi 3 darajali bo'ladilar. Endi birinchi o'rinda o'sha eng yaxshi bo'lsa, shaxsga e'tibor qaratib, o'sha intervyu deysizmi, o'sha sovg'alar berishni xohlagan tarafdan ko'proq hozir to'g'risi zamon nimasi media ko'proq Instagramga qaratilgan. Instagram hozir birinchi o'rinda. Endi Instagramda ham baribir ichini to'ldirish kerak-ku, material joylashmasangiz Instagram kichik O'sha kuzatmaydi-ku, o'sha materiallarni masalan bo'lim olinadi o'zi har xil videolar, gollar, seyflar, qanaqadir filmlar, yana nimadir kategoriyasi bo'ladi-ku. Shunaqa narsalarni ham o'zi qo'shish kerak-da o'tga. 11-11da ham bitta narsani o'yladim, o'sha 8x8 formatdagi havas ligasiga qaraganda 11-11da kamroq jamoa bo'ladi. Kamroq jamoa bo'ladi. hozircha. Ha. Chunki baribir 3-liga bor, Pro liga bor, Super liga bor, unga qaraganda 11-11da kamroq jamoa bo'ladi. Shuni hisobiga jamoalarga o'sha ajratamiz, pastdan turib har bir vaziyatni telefonga Instagram formatida Jamoalar yuklanadi. Ha? Jamoalar yuklanadi. Yo'q. O'zimiz. Ha, O'zimiz qilamiz uni. Jamoalarga yuklangandan bizni nimasi yo'q, ular norozilik bildirish mumkin. Kerak emas, bu bizning vazifamiz. O'sha pastda turib mobilograf yo'llab har bir vaziyatni yoki penalti darvozabon qaytaradimi, boshqa qiladimi, o'sha vaziyatlarni syomka qilib ko'proq yoritish, pastdan turib 11-11da chiroyliroq ham chiqadi. Mobilograf kerak edi. Ha, shunaqa pastda har ikkita, misol uchun ikkita komanda o'ynaydimi, ikkita komandaga bitta-bittadan mobilograf. Yaxshi. U ham yaxshi narsa bo'ladi-ku, hozir eshitilishi oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin juda muhim ham narsa bu. Chunki bilgan bo'lsangiz, ana shunaqa pastdan turib mobilograflik qilib, o'sha videolarni sifatiga ishlab, o'sha Instagramga yoki boshqa joyga joylab ko'p rezultat olsa bo'ladi. To'g'risi. Juda katta rezultat o'shalar. Ko'rishlar sonini yaxshigina ko'paytirsa, havas ligasiga ham qiziqishni orttiradi u albatta bu narsa. Misol uchun oddiy bitta jamoalar shuncha chiqib katta obro'ga ega bo'lib ketyapti hozir. Nahotki biz qilolmaymiz shu narsani. Homiylar haqida fikringiz qanaqa? Masalan, futbolga baribir bilasiz, homiy kerak. Mablag' tarafdan o'sha oylikda har xil transport bo'ladi. Medallar, ko'piklar, o'sha taqdirlash marosimi. Umuman shu futbol atmosferasiga o'yinchilarni shu haqiqiy futbol atmosferasiga olib kirish uchun baribir xohlaymizmi, xohlaymizmi har doim homiylar yaqindan yordam berib kelgan futbolga. Fikringiz qanaqa? Masalan, katta futbolda homiylar yetishmayapti. Bu 8x8 va bunaqa havaskorlar ligalariga homiylar qanaqa darajada e'tibor qaratyapti hozirgi paytda? Homiylar to'slamasin, hozir havas futbol ligasiga yaxshi e'tibor. Rostdan. Kelmay birinchi bizani hozir bizning homiyimiz kelmay, undan tashqari bitta kelmayni aytmasak ham, misol uchun boshqa homiylar bo'lsa ham havaskorlar futboliga homiylar, havaskorlar futbol ligasi yoki jamoa bo'ladimi, farqi yo'q. Homiylar yaxshi e'tibor, juda kuchli, misol uchun boshqa
aytib o'tsam o'zi kerak. Bo'ladi, bemalol gapirsiz. Sonix degan jamoa bo'lgan, Hojimatov ekan, o'sha bizning terma jamoamizda hujumchisi. Sonic X degan jamoaga asos solgan. Unda ham homiylar yetarlicha. Endi ikkita uchta homiylari bor. Misol uchun, to'g'ri, u litso bo'lishi mumkin, yaxshigina yo bir boshqa bo'lishi mumkin. Yo'q, baribir havaskorlar, hech qaysi professional emas. O'ynab turganlar yoki professional bo'lgan taqdirda avval professional bo'lgan, hozir professional emas o'sha. Homiy yetarli. Bizda ham misol uchun o'tgan mavsum Alijahon homiyimiz bo'lgan. Alijahon o'sha Alijahon homiy bo'lgan, to'g'ri. Bank Hoji akamiz. Hozir homiyimiz Hoji Murod hozir ta'tilda. Ta'tilda. Hozir Kelme brendi, misol uchun faxrlansa bo'ladi, Kelme brendi biz homiy bo'lganiga. Chunki u dunyo brendi rostdan ham. Kelib kim o'ylabdi deysiz, Sergelida havas bu ligasiga homiylik qilishga shu darajaga yetdik biz, yaxshi nimasi o'yin chiqdi deb o'ylayman. Chunki top komandalarga homiylik qiladigan brend bo'ladi u Kelme. E'tibor yaxshi. Men o'sha boya ta'kidlab o'tdim, o'sha har bir jamoaga mobilograf tashlab, o'sha rezultat bo'yicha bizga ham jamoalarga ham bizning ligamizga foyda beradigan narsa o'sha homiy. O'sha mobilograf qo'yiladi, rezultat bo'ladi, o'shandan keladi homiy rostdan. Chunki o'zim ham operatorman, o'sha blogerlarni videolarini olib beraman, o'zim ham blogim yuritaman. O'sha paytlari ham iloji boricha homiy, bizga ham homiy kerak bo'ladi. O'sha paytda ham homiy tortadigan qilib videolar ishlaymiz. Chunki hammaga reklama, homiy degan narsa kerak. Yo, aytmoqchimanki, masalan, homiylar futbolga aloqador brend egasi bo'lish kerakmi yoki masalan mevachi jamoasini olsak, ular meva sotuvi bilan shug'ullanishadi. Masalan, mevachi homiylik qila oladimi, qila olmaydi. Mevachi homiylik qilsa, mevachi mevalari masalan o'sha bizani o'sha ligani orqasidan borib sotib olib, masalan, Havas futbol ligasidan keldi u ko'rib deb ketishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, taklif bildirsak-da ularga. Yo'q, qarang. Misol uchun mevachi, hozir biz kuzatuvchilarimiz hammasi futbolchi deb ayta olasizmi? Yo'q. Hammasi futbolchi emas. Turli soha vakillari. Albatta, o'shanaqa bo'lgan taqdirda, misol uchun mevachi, meva sotadigan men o'zim ko'rganman. Beruniy tarafida magazinga kirdim, o'sha meva olishga. Qilsa bo'ladi, homiy qilsa bo'ladi. Chunki reklama qilgan vaqtimiz ularga rezultat bo'ladi. Chunki faqat futbolchilar bizni kuzatmaydi. Oddiy, misol uchun usta ham bor, u yerda davlat ishlaydiganlar ham bor. Har xil turli o'sha soha vakillari bizda o'ynaydi. Shuni hisobiga rezultat bo'ladi. Aynan futbolga aloqador bo'lishi shart emas. Masalan, homiy mevachi bo'ladigan bo'lsa yoki Aziya Metal jamoasini oladigan bo'lsak, masalan, ular metal bilan shug'ullanishadigan bo'lsa, ularga masalan qanaqadir futbolga aloqador reklamalar qilib bera olamiz-da, to'g'rimi? Albatta, hozir misol uchun Aziya Metal bo'lsa, ularni metal ishlab chiqaradi. Ularga futbol nima aloqasi bor-da, rostdan ham. Umuman aloqasi yoki Texnopark Shivaki, umuman bir-biriga aloqasi yo'q. Olmaliqqa ham aloqasi yo'q, Olmaliq jamoasi ham masalan. To'g'rimi? Homiysi o'sha Olmaliq tog' metallurgiya zavodi. Agratech, Chirchiq. Umuman futbolga aloqasi yo'q. U narsa bizga ta'sir, chunki bizda professional emas, har xil soha vakillari bor. U narsadan menimcha o'ylanish kerak yo'q. Homiylar bilan bemalol ishlay olamiz. Shunaqa. Masalan, ularga taklif qiladigan o'zimizni o'sha pricelarimiz, o'sha anaqa takliflarimiz bor, yetarlicha bor. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz agar, o'sha kuzatuvchilar Kelme brendini o'sha har bo'lim tanaffuslarida, undan tashqari o'sha oshchasiga aytaveraman. Kamera olayotgan batareykasi o'chib qoladi. O'sha batareykasi o'chib qolganda ham almashtirgunimcha reklama qo'yib turaman. O'sha payti reklama ketadi, undan tashqari o'sha ma'lumotlar beraman, o'yin tempasiga tushgan paytda yetdi, u polniy tarixni ko'tarib boraman Kelmeni. Qachon o'ylab topilgan, qachon asos solingan, qaysi jamoalarga homiylik qiladi, professional jamoalarga shunaqa narsalar aytib. Yaxshi, Arslon, rahmat samimiy o'sha fikrlaringiz uchun. Hozir endi yana Havas ligasiga qaytadigan bo'lsak, bizda oldinda taqdirlash marosimlari kutib turibdi. Qish mavsumi kirib keldi. Ob-havo masalan yomg'irli, qorli ob-havolar oldinda kutib turibdi. Liga, Havas ligasi bunga tayyormi? Nima deb o'ylaysiz? Media tarafdan.
Masalan, hozir batareya o'chib qolyapti deyapsiz. Keyin yana turli uzilishlar, texnik sabablarga ko'ra nimadirlar bo'lyapti. Mana shularni oldini olish uchun qishki mavsumga tayyorgarlik qay darajada ketyapti? Qishga tayyorgarlik juda sekin, tayyormasdi. Tayyor emas. Chunki kamerani tushunadiganlar yoki boshqalar biladigan bo'lsa buni biladi. Sovuq havoda ham, o'ta sovuq havoda ham yoki o'ta issiq havoda ham tashlab yuboradi. Qizib ketadi, issiqda. Sovuq muzlab qoladi. O'shanga o'xshagan misol uchun birdaniga o'chib qolsa, men batareyka o'chdimi deyman, yo'q, yo'q, bu yoshni qarayman, yo'q, batareyka o'chmagan, o'zini tashlab yuboradi. O'sha paytda o'sha tanaffus bo'lib qoladi, bir komandalari gol urib qo'yadi. Hali yo'q, tayyorgarlik unaqa zo'r ketmayapti o'yin. Sekin, chunki baribir o'zim tayyorgarlik ko'raman. Nega aytaman? Nega aytasiz? Sizni atrofingizda sizga sharoit yaratib beradigan odamlar bor, unaqa demang. Hozir ortga qolishadi, bechara Arslonni olib kelib rosa ishlatishayotgan ekan deb Azamat aka kommentariyada yozishadi. Yaxshi, demak hozir Havas ligasi hali qishki mavsumga tayyor emas ekan. Arslon sirni ochib qo'ydi hozir. Tayyorgarlikni xudo xolasa yetkazamiz maromiga. O'sha operatorlar oyoq tagiga o'sha issiq gilamlar deymizmi, o'sha batareyalar, kompyuter moslamalari, xullas internet bilan bog'liq muammolar bor bizda azimcha. Primoy efir to'g'ri jonli efirda muammo yuzaga kelyapti. Telefondan ham syomka qilganingiz ko'rdimi? O'sha o'tgan turda majbur bo'ladi odam. Chunki keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Jamoalar hozir ozgina norozichilik bildiryapti. O'sha nima uchun biz jamoa o'ynagan payt sharhlaysan, uni o'yinda sharhlaysan, nima biz outsidermi, unaqami? Yo'q, ikkala pretenziya qilayotgan jamoa ham yaxshi komanda. Yo'q, u paytda misol uchun qarang. Nima deydi? Hozir qishga tayyorgarlik bo'lyapti. Yozdagi o'sha kunlar, o'sha bahordan shu yozgacha bo'lgan paytda pashti hamma o'yin sharhlagan. Qoldirmagan. Raqamni qay darajada ko'ryapti? Hozir qishki formalarni ko'raman. Kichkina anaqa shalvar rantiga yo'q qo'yib olishgan nomerni qanaqa taniysiz endi ularni? Tavakkal qilamiz. Tavakkal qilamiz. No, qaraymiz, kim ekan bu deymiz. Yaqinroq kelib qolganda yoki kamerani yaqinlashtirib qarayman. Keyin o'sha bitta narsa, o'sha jamoalar norozichilik bildiradi, men saqlamaysan boshqa. Kun sovuq, qishga tayyorgarlikka nafaqat kameralar o'zimiz ham tayyor emasmiz. Kun sovuq bo'lib ketadi, issiq jonlar oyoqdan pastdan zaxda turgandan keyin oyoqdan sovuq o'tganda baribir sharhlashga odamga energiya bo'ladi. O'sha energiya albatta tugaydi. Tana harorati tugaydi. Masalan 36 bo'lsa muzlash boshlanadi-da, o'zim ham qancha ishlaganman. Shunaqa o'zi tushunasiz narsa. Bilaman, sovuqda turish o'zi emas, ya'ni hali shamollar bo'lmayapti. Orqadan shamollar. Kecha oxirgi o'sha yakshanba kungi o'yinlarda shamol bo'ldi. Jamoalar lekin maza futbol o'ynadi. Yomg'irda shamol bo'ldi. Qisish uchun harakat qildi. Lekin tepada biz yugura olmaymiz. O'tiramiz o'sha. Sovuq o'tib ketadi. O'sha payt sharhlolmay qolamiz. Kamera tikda vaziyatlarda yo'qdan bu yoqqa vaziyat qolib ketishi mumkin. Shunaqa paytlar ham muzlab qolgan bo'lamiz deb o'ylaymiz. Yaxshi Arslon, hozir endi Havas mediasida baribir o'sha o'tish davri davom etyapti. Qaysidir vaziyatda masalan jonli efirga o'tirdi. Masalan keyingi mavsumdan rejamizda bor. Bitta kamerada syomka qilayotgan bo'lsak, 3 ta kamerada syomka qilish rejada bor. Uje ularni kiritadigan bo'lsak, bizga yana ko'proq ishchi kuch kerak bo'ladi, boshqacha e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Sekin-sekin rivojlanyapti. O'sha aytganimdek mablag', homiylar o'shalarga borib taqalyapti har doimgidek. Katta futbolda bo'lganda yo havaskorlik futbolda ham shunaqa. Xo'p, uchala liga haqida endi baribir shu kuzatasiz, o'yinlarni syomka qilasiz, jamoalarni ko'rasiz, yangi jamoalar qo'shiladi, qaysi jamoa chiqib ketadi, o'rniga qo'shishadi. Bu vaziyatlarga qanaqa baho berasiz? Masalan, jamoalar mavsum tugamasdan masalan turnir tark etadi. Qanaqadir sabablar, ichki kelishmovchiliklar, mablag' masalasi yoki lokatsiya, kimdir Chirchuvdan kelsa, kimdir Qibraydan keladi. Liga bunaqa jamoalarga shunaqa vaziyatlarda qanaqa yordam qilsa bo'ladi? Masalan, yordam qo'lini cho'zsa bo'ladi, masalan.
o'zi o'tgan mavsumda to'liq ishladim, to'liq nima qildim, undan oldingi mavsumda ozgina ishladim. Bu mavsum boshida, o'sha o'tgan mavsum tugashida yangi boshlanayotgan shu havas 3-mavsumiga yaxshi planlar qilib qo'ydim, to'g'risi ancha nasib emas ekan. 2 oy tanaffusdan keyin qaytdim. O'sha planlar bajarilganida o'shanaqa narsalar kam bo'lardi degan narsa bor. Endi qanaqa yordam qo'lini cho'zsa bo'ladi? Qaydnomada bo'lmagan futbolchilarda ham, misol uchun, bitta jamoalar bor, aynan bittasini aytib o'taman, xafa bo'lmaydi. Bo'zsuv. Juda kamchilik keladi, juda nima deydi, yirik hisobda yutqizadi-da, keyin yana norozilik qilib qo'yadi. O'shanaqa payti mana shunaqa kamchilik kelgan yoki qanaqadir uzoqdan kelgan boshqalarga ozgina havas ligasini yordami shu bo'lardi. Qaydnomada yo'q futbolchilarni ham hammani bitta yashirin chaqmas to'g'ri degan narsa emas. Sal ochiqchasiga mana shunaqa uchun qanaqadir rasmiy skidka qilib berish kerak. Shuning uchun men fikrim endi o'sha inobatga olar, balki inobatga olmas, fikrim. Yo'q, yaxshi, lekin bu vaziyatda bunaqa talablarga yordam qila olmaydi liga. Yo'q, u ochiqchasiga qilinishi kerak demoqchiman. Hammani Zaif kelgan o'yinchini o'ynata olmaydi. Narigi komanda ham bor deydi. U komandaga nohaqlik bo'ladi. Endi chunki ochko kerak komandaga. Xafa bo'lib qoladigan jamoalar ko'pda aka. Endi prosta futbol o'ynab ketgisi kelsa, ruxsat bersa bo'ladi, lekin u ham o'zi chiqib ketishiga nima sabab bo'ladi? Mana shunaqa jamoa o'sha sheriklarini o'sha jamoadagi futbolchilar kamayib ketgani, hech qanaqa shu yirik hisob yutqizuvchi medasiga tepib ketgani, keyin balki boya aytganimizdek bu o'yinda sharhlaydi, bu o'yinda sharhlamaydi degan narsa, media taraflama shunaqa. Yo'q, ular sababchi ular sabab bo'lmaydi. Yo'q, misol uchun yaxshi yoritib bermayotganimiz o'sha komandalar. Yo'q, u foizni hisoblaydigan bo'lsak bir 8-7-8% egallashi mumkin. Asosiy o'sha ichki muhit bo'ladi. Shunaqa. Shu aytmoqchimanki, o'sha turnir uchala ligada ham boshlanmasdan oldin jamoalar bilan qanaqadir gaplashish kerak, ochiqchasiga gaplashish kerak. Turnirni tark etish bu yaxshi emas yoki qanaqadir ishtirok, ya'ni nimadir chetlatish, nimadirlar qilish kerakmi demoqchiman. Mana qarang, hozir Havas U21 degan jamoa bor. Kofe. Havas U21 degan jamoa bor. Haftada chorshanba, payshanba kunlari mashg'ulot qiladi, adashmasam, to'g'ri? Ha. Yosh futbolchilar yetishtirib chiqaryapti. Menimcha maqsadi shu, Havas U21 jamoasini uni ham aytib ketaman. Havas U21 jamoasi aslida Havas ligasini jamoasi hisoblanadi. U yerda qo'yilgan maqsad Havas U21 jamoasi yo'q o'yinchilarni jalb qilib turib, shu mashg'ulotlarga olib kirib, o'yin berib, o'yin atmosferasiga moslashtirib, agar yo'lini topib ketsa, o'sha professional futbolga yo'naltirish. Yo'q, professional ketish shekilli, ha? Asosiy maqsad shu. Havas U21 jamoasining maqsadi shu. Biza uni qilganmiz, gaplashganmiz, shu qarorga kelganmiz. U trampolin jamoa sifatida yurg'iziladi. Kelajagida unga katta qo'yilgan, maqsad qo'yilgan U21 ga hali mediasi anaqalarni hali yurg'izilmadi, ochilmagan ham, yurg'izilmayapti ham. Xuddi boshqa yana anaqalar bor, planlar bor. Yo'q, aynan mana shu jamoalarga o'sha mavsum boshida tushuntirib o'tish kerak. O'sha chiqib ketish bo'lmaydi, o'sha biz taraflama, Havas futbol ligasi taraflama qanaqa muammolar bo'lyapti, chiqib ketishlaringizga nima sabab degan narsani balki biz tarafda muammo bo'lgan bo'lsa, o'sha oldindan aytish kerak. Endi oshira olmasdan insof sari baraka qilib odamgarchilikni yo'qotmasdan o'shani tushuntirib, agar misol uchun Azamat akaga aytadilar bu narsani, liga prezidenti. Mana shunaqa chiqib ketishimizga problema, muammo mana shunda bo'layapti. Mana shunaqa muammo bo'layapti degan narsani qilib bersa agar, o'sha yosh yetishtirib chiqayotgan jamoalarga o'sha misol uchun Havas U21 ga qaraganda kuchliroq jamoa bo'lishi mumkin, o'sha chiqib ketgan jamoa. Balki o'ynash uchun imkoniyat berish kerak. O'yinchidan berib tursin-da osmon. Shunaqa.
Misol uchun o'tgan mavsumda endi ichki muhit sabab bo'ldi unga, Medgradok chiqib ketganiga. Balki bizda o'sha futbolchilarga yetishtirib berish nimalari o'sha balki bor bizda chiqib ketishiga sabab balki shu yo'nalish saqlab qolarmiz o'sha jamoa. yo'nalish yo'lga qo'yilgan, lekin halicha 15% 20% ishlayotgan bo'lsa kerak. Bu lekin 100% hali yo'lga qo'yilmagani. Bu ham hozir o'tish jarayonida. Lekin hamma jamoalarga ham o'yinchi yetkazib bera olmaydi bu ligaga. Ya shunaqa endi qisman o'zi chiqib ketadigan jamoalar kam bo'ladi. Butun boshli mavsumda bo'lsa yoki 4 ta yoki 5 ta bo'ladi. Butun 1 yillik aniq hisob bo'ladi. Rahmat Arslon, qisqacha o'zi o'sha mediaga bag'ishlangan suhbatimiz bu. Hali oldinda yana Arslon bilan ko'p birgalikda ish faoliyatini olib boramiz. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tib ketaman. Ushbu sondan boshlab Arslon shu YouTube tarmog'ida olib borilayotgan podkast loyihasimizda menga sherik sifatida sherik bo'ladilar. Xullas, kelgan mehmonlarning suhbatini birgalikda o'tkazamiz. Sababi baribir o'sha suhbat qizuvroq o'tishi uchun o'tdagi o'sha intriga, o'sha o'ziga yarasha kayfiyat beradigan suhbatlar bo'lishi uchun Arslon ham bizning safimizda bo'lishi kerak deb baholadik bizda. Va kelajakda Arslonga Havas futbol mediasini topshirish rejamiz bor. Yaqin kelajakda sababi media rahbari sifatida hozirda Havas futbol ligasida vaqtincha ish faoliyati olib borayotgan odam o'zimman. Menda ko'proq o'sha boshqa vazifalar ham bor. Shuning uchun mediani tezroq o'sha o'zining egasiga topshirishimiz kerak. Ushbu shaxs Arslon Qurashev. Xudo xolasa Arslon birgalikda uzoq yillar birgalikda ish faoliyatini olib boramiz deb umid qilaman. Sizga ham rahmat shunchalik vaqt ajratib kelganingiz uchun. Kelajakda ishlaringizni omad tilaymiz. Rahmat. Havas futbol ligasi jamoalariga bitta shundan foydalanib murojaat qilaman. Mayli. Havas futbol ligasi hali o'sishda juda davom etadi. Niyatlarimiz katta, jamoalardan iltimos qilamiz. O'sha noroziliklarni kamroq qilib sizlar to'g'ri tushunsa yaxshi bo'ladi, chunki professional emas bizda La Ligadagi o'xshagan shunaqa bir kameralarimiz yo'q. Sal to'g'ri tushunib harakat qilsa yaxshi bo'lardi. Biz albatta jamoalar tarafdamiz. Jamoalar qancha yaxshi futbol, maza qilib futbol o'ynab ketsa, maza qilib o'sha kayfiyatini ko'tarib, jismoniy harakatlar qilib ketsa biz xursandmiz. Havas futbol ligasi hali oldinda juda maqsadlari ko'p. Xudo xolasa. Bizdan yiroqlashmaydi. Rahmat Arslon, sog' bo'ling. Aziz muxlislar, bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Arslon Qurashev biz bilan birga bugun suhbatlashdik. O'ziga yarasha o'sha muammolar, kamchiliklarni ozgina muhokama qildik. O'z boshqalarga gaplashsak ham bo'lardi. Endi shu qanaqada to'g'ri kelib qoldi sabab. Shunga vaziyat shunga to'g'ri kelib qoldi. Xudo xolasa ushbu muammolarni birgalikda hal qilamiz va o'sha Havas ligasi tashkilotchilari bu ustida ish olib borishyapti haligacha. Oldinda bizni qishki mavsum kutib turibdi. Qishki mavsumda har bir futbolchiga, har bir jamoaga yuqori kayfiyat tilaymiz va keyingi podkastda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Yana bir narsa, obuna bo'lishni unutmang, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Zero sizni har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Arslon, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat hammaga. Chattanooga Red Wolves play their first match of the new year